Bugun sizlar bilan piramida shlaka bloklari qanday ishlab chiqariladi, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, ishni mahsulotlarni mishalkaga tashlashdan boshlaymiz. Metipesok, sheben, semen va suv ular vibratsiyaga tayyor qorishma bo'lguncha 50-70 marta aralashtiriladi. Aralashma tayyor bo'lgandan keyin lentada bunkerga yetib boradi. Aqlli apparat bunkerdan yetarlicha loyni o'zi qolipga tushirib, 3-5 tonna yuk bilan vibratsiya qiladi. Shundan so'ng shlaka blok qurilish maydoniga yo'l oladi. Shlaka blok haqida foydali ma'lumotlar olish uchun sahifamizga obuna bo'ling.